eshitilyaptimi? Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, kelishib qo'yib yuboringlar. Ovoz eshitilyaptimi? Ovoz bormi? Bir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ovoz eshitildimi endi? Eshitilmagan bo'lsa qanaqa bo'lib eshitildimi ekan? Ovoz keladi. Mikrofon muammo. Nimaga biladi? Endi ovoz qanaqa? Boshlarni o'zida gaplashib ketyapmiz. Ovoz qanaqa? Ovoz ishladimi yo'qmi? Ovoz yo'qmi? Ovoz bo'ldi, keldi ovoz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ancha bo'ldi, diydorlasha olmay qoldik. Sizlarni sog'indik. Bugun bir jonli muloqot qilaylik dedik. Qadrdon maktabimizga yo'l oldim. Maktabga ketyapman. Hop. Yaqin kunlarda bo'lgan yangiliklardan dunyo maydonida ajoyib bir e'tiroflar yuzaga chiqyapti. Amerika siyosatini kuzatayotganlar Trump effekti degan narsani ko'ryapti hozirgi kunda. Trump globalistlarga qarshi evangelistlarni ideologiyalarini olg'a surish bilan ovora. Dunyoda biz musulmonmiz. Musulmon tushunchada, musulmon tarbiyada katta bo'lganimiz uchun ko'p narsalar bizga ota-bobolarimizdan ya'ni meros bo'lib kelgan. Bu ishni qilma yomon bo'ladi, bu ishni qil yaxshi bo'ladi, savob bo'ladi kabi. Mana shu asoslar bizga o'rnashib qolgan. O'rnashgan o'zimizni hayot tarzimizga, tushunchalarimizga. Lekin bizni qarshimizda turgan boshqa e'tiqoddagi odamlarni tarixini yaxshi bilmasak, ularni kelib chiqishligi, ideologiyalari, maqsadlarini, ularni ilohiy kitoblari, ularni mullalari tomonidan aytilayotgan targ'ibotlarni bilmasak, ular nima ish qilayotganligini tushuna olmaymiz. Qisqaroq bir narsani aytib ketay. Evangelist jamoa bundan 150 yoki 200 yil oldin shu atrofda Siyonist tashkiloti yangi qurilganda evangelistlar bilan shartnoma tuzishgan ular. Siyonistlar evangelistlar bilan shartnoma tuzgan. Shartnoma nima? Ularni bitta kelishgan nuqtalari bor. U nima? Armageddon. Bizni din e'tiqodimizda malhamatul kubro deyiladi. Katta jang. Armageddonni evangelistlar tezroq bo'lishligini xohlaydi. Chunki Armageddondan keyin Iso butun dunyoga taxt quradi degan e'tiqodi bor evangelistlarning. Armageddon kelishi uchun nima qilish kerak desa, ular dunyoni zulmga botirish kerak deydi. Dunyoni zulmga botirsa, Alloh majbur bo'ladi qiyomatni yaqinlatish, o'sha Armageddon bo'lishini va shunaqa e'tiqodlari bor ularning. Va Dajjolni kelishi to'g'risidagi fikrlar ham ularning e'tiqodlarida bor. Ular o'sha antikrist deydi, yolg'onchi Masih. Antikrist Xristosga qarshi bir maxluq, Dajjol ya'ni. Uni chiqishligi ham dunyoni zulmga botirishga aloqador narsa. O'shaning uchun uni ham chiqarishga harakat qilishimiz kerak deydi. Xuddi shu tushuncha siyonistlarda ham bor. Boshinglarni qotirib o'rmayapmanmi? Buni o'qib, o'rganib ko'ringlar. Ularning e'tiqodida shu narsalar bor. Ular dunyoni zulmga botirish orqali Dajjolni chiqishligini, qiyomatni yaqinlashishligini va Armageddon urushini paydo bo'lishini tezlatishimiz kerak deydi. Ora-orada o'sha
sionistlarni ba'zi mullalarini gapini eshitib ham qolgansizlar. Dajjolni chiqishini tezlat, Masihni kelishini tezlat deb o'zini siyosatchilariga bunaqa buyruq berayotgan shlyapa kiyib olganlarni ko'rgansizlar. Bular bekorga emas do'stlar. Dunyoda bo'layotgan bu ishlarni orqasida e'tiqod yotadi. Hamma siyosat deyaveradi-da. Yo'q, e'tiqod yotadi do'stlar. Bu ishlarning tagida hammasida e'tiqod bor. Sionistlarning ham o'zini e'tiqodi bor, evangelistlarning ham o'zini e'tiqodi bor, biz musulmonlarning ham. Biz aniq bilamizki, oxir oqibat musulmonlar g'alaba qozonadi. Armageddonda, Malhamatul Kubroda musulmonlar sabr bilan, bardosh bilan jang qiladi. Qochib ketganlar kechirilmaydi deganlar Rasululloh o'sha davrlarda. Qochib ketadiganlar bor. Armageddonda tashab qochadi. Kechirilmaydi deganlar. Endi evangelist bilan sionistlar o'rtasida biroz bu do'stlikka, shartnomaga qarshi bir ikkita ishlar bo'ldi. Bunga globalistlar sabab bo'ldi. Globalist tushunchada alohida jamoat ham bor. Globalistlar butun dunyoni bitta madaniyat ostiga jamlash rejasidagi odamlar. Ularning e'tiqodi satanizm. Dinsizlik, ateizm, bu LGBT, narkota, bunga o'xshagan narsalar. Undan tashqari, masalan, butun dunyoda millatlarni yo'qotib yuborish. Millat tushunchasini yo'qqa chiqarish. Hamma bitta odam. Amerika fuqarosi deydi. Amerikalik deydi misol uchun. Shu globalistlarning rejalari asosida bo'lgan ishlardan. Millati yo'q. Chegaralar bo'lmaydi deydi. Butun dunyo bitta bo'lish kerak deydi. Hammani bitta madaniyatga majburlash. Bular ham shu ishlarning ichida rol olgan. Endi Trump nima deyapti? USAID tashkiloti terrorizm uchun, shu LGBTni rivojlantirish uchun, ateizm, radikal g'oyalarni rivojlantirish uchun milliard pul sarflagan. Amerikaning sarmoyasidan, xazinasidan milliardlab pulni olib butun dunyoga mana shu fikrlarni tarqatish uchun pul sarflagan. Hozir yaqinda aytayapti, Hizbullohga ham biz sarmoya berib turganmiz deyapti. IShIDni ham aynan Obama qurganligini aytayapti. IShIDni Obama qurgan deyapti Trump. Bu shundoq aytib qo'yadigan gap emas-ki bu. O'y, kimga xizmat qilyotding? Seni chaqirayotgan anu soqol qo'yib olgan aqlini nonga botirib yeb qo'ygan odamlarning gapiga ishonma. Ular kim degan edik. Mana natija biz aytgandek chiqyapti. USAID tashkilotidan pul olganlar teshib chiqsin sallarga. O'zbekistonga, O'rta Osiyoga dedimi? 20 million dollar sarflagan. Aynan mana shu xoinlarni yetishtirish uchun, xoin blogerlarni yetishtirish uchun. Ularga o'sha pulni eshitgani uchun shalog'i oqib borgan blogerlarga pul bergan. Ozodlik radiosi, Amerika ovozi. Nima bo'ldi? Ular sudlashib yotibdi, qayta tiklashi ham mumkindir balki. Lekin mana shu bitta zarbani o'zi yetadi bizga, ko'zimizni ochishimiz uchun. Shuning uchun do'stlar, qadriyatlarga bog'liq qolishimiz kerak. Biz millat o'laroq tariximizni yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Men bir reja qilib yuribman. Shu tarix suhbatlarini qilishimiz kerak. Tariximizni yaxshi o'zlashtirsak, tariximizdan namuna oladigan saviyaga chiqsak, biz yana eski ajdodlarimiz erishgan izzatni qayta yana dunyoda shakllantira olamiz. Dunyo siyosatini hal qilib yordik. Qisqa suhbat ichida. Endi yaqinda shaxmat bo'yicha musobaqa bo'ldi. Media da tanilgan odamlar o'rtasida
oldingi etaplar bo'lgan edi, final bosqichi qolgan edi. Final bosqichiga meni ham chaqirishdi. Xursand bo'ldim. Uschez jamoasi tashkillashtirdi bu o'yinni. Juda yuqori saviyada, ajoyib suratda bo'lib o'tdi. O'zimizni grossmeysterlar kabi tutib o'ynadik. Meni shaxmatda kuchim kandidat master sport darajasi va master sport darajasi o'rtasida. Endi shaxmatda gross degan maqom bor. Grossmaster deyiladi. Xalqaro grossmaster bor. U nima degani desa, xalqaro grossmaster unvonini olish uchun sizni reytingingiz 2,5 ming bo'lish kerak eng kami. Meni reytingim 2200-2300 atrofida. 2,5 ming reytingingiz bo'lish kerak. Grosslar ishtirok etayotgan musobaqalarda bittamikin grossni yutib, yuksak unvon olishingiz kerak. Ya'ni 1dan 3-gacha bo'lgan o'rinlarni egallashingiz kerak. Va shunga o'xshagan musobaqalarda qatnashib, reytingingizni oshirgan bo'lishingiz kerak. Shaxmat haqida gapirsa, ensasi qotadiganlarga aytib qo'yay. Dunyoda shaxmat o'ynaydiganlarning soni 100 millionlardan oshiq. Shaxmat o'ynaydiganlar milliardlardan oshiq balki. Rasmiy o'ynaydiganlarni sonini taxminan bilmayman qanchaligini. Rasmiy FIDE'ni rasmiy a'zosi bo'lib o'ynaydiganlar 6 milliondan oshiqmi deydi. Shularning ichida gross maqomiga erishgan shaxmatchilar 1800 atrofida, 2000 ga bormagan. FIDE tomonidan gross deb e'tirof qilingan, grossmaster deb darajasi berilgan shaxmatchilar 1800 nechta ham? 1840 tamikin shunaqa. Oson emas yani. Bir kishi yozibdi, ChatGPT ga savol beribdi. Milliarder bo'lish osonmi? Shaxmatda grossmaster bo'lish osonmi deb yozgan ekan. ChatGPT milliarder bo'lish oson debdi. Shaxmat shunaqangi ajoyib bir san'at turi, sport turi ham albatta. Shu media ligasi bo'lib o'tdi. Finalga 4 kishi chiqqan ekanmiz xullas. Abror Muxtor Ali, Abror Abduazimov, ikkinchisi Xushnudbek. Bu kishi ham chiqqan ekan. Uchinchisi Ibrohim degan yaxshi bir ukamiz bor. Bu kishi chiqqan. To'rtinchisi bir sharhlovchimiz Murod aka. Sharhlovchi, sport sharhlovchisi. Bu kishi ham chiqqan ekanlar. 4 kishi o'rtasida bo'lib o'tdi. Turnirni grafigi har bitta o'yinchi ham oqda, ham qorada bir-biri bilan o'ynaydi. Har bitta o'yinchi ham oq, ham qorada bir-biri bilan o'ynaydi. Birinchi meni raqibim Ibrohim. Tushdi. Ibrohim ham master sport kuchida o'ynar ekan. Dadasi grossmi deyishdi, grossmaster deyishdi. O'tgan safar yutqizganman, 2 partiya yutqizganman. Bu safar ham endi asosiy raqibim shu deb o'ynayapman. Hop, birinchi partiyada Sitsilyanskiy zashita men oqda o'ynadim. Detor C5 varianti. Kon F3 D6 variantini o'ynadik. Bu kishi D6 yurdi. Men keyin D4 suraman, D4 uradi, ot bilan uraman, ot chiqadi, men ham ot chiqaman S3 ga. Keyin J6 suradi. Men F3 suraman, salon J7 chiqadi. Xuddi shu variant. Shaxmatni bilganlar buni ko'zini o'ngida keltiradi. Shu debyut bor. Debyutda juda go'zal chiqdim. O'zimni ko'rishim bo'yicha keyin tahlil qilib ko'rdim. Debyutda +1,5 bilan chiqibman. Ya'ni +1,5 degani yutuq degan. Yutuq bilan chiqdim. Figuralarim zo'r joylashdi. Piyodalarim borib shoh flangini bo'g'ib qo'ydi.
orada Mittelspiel degan joy bor. Mittelspielda, ya'ni debyut tugagandan keyin eng aktiv figuralaringizni saqlashingiz kerak. Shaxmatda shunaqa qoida bor. Sizda masalan ferz bor, unda ham ferz bor. Sizni ferzingizni yuradigan xotlari 10 ta, narigini yuradigan xotlari 5 ta. Qolgan joyga yura olmaydi, tiqilib qolgan. Shu ferzni u ferzga almashtirmaslik kerak. Kuch sifatida bir-biriga teng, lekin aktivlik sifatida sizni ferzingiz kuchli bo'ladi. Men shu xatoni qildim. Ferzni almashtirib yubordim, figuralar almashib ketdi, piyodalar tenglashib qoldi, Nietzsche'ning hidi kelib qoldi. Oxirgi nuqtalarda shoshilinchda Zeitnot deydi, vaqt kam, tez yurish kerak. Pozitsiya menga yutqizuqqa aylanib ketdi. Lekin baxtimga Ibrohimda vaqti tushib ketdi. Menga yutuq yozildi. Bu partiyalarni xudo xolsa qo'yaman. Ikkinchi o'yin Xushnut bilan bo'ldi. Xushnut do'stimiz bilan men beodoblik qilib, mensimay o'ynadim. Mana shu shaxmatdan o'tiraversa-da. Shaxmatda bilak kuchi emas, aql kuchi ish beradi. Hop, uzilib qoldi, temperatura oshib ketib qoldi. Ovoz kelyaptimi ish qilib? Ovoz bormi, ovoz? To'g'ri bormi? Bismillah. Ovoz kelyaptimi? Ha, bo'ldi. Xullas Xushnudbekka birinchi partiya yutqizib qo'ydi. Haqiqiy kuchi bilan yutdi. Debyutda men erkalik qilib xato o'ynadim, ochiq variant tanladim. Natija o'zimga minus bo'ldi. Xushnudbekka yutqizib qo'ydim. Uchinchi partiyamiz Murat aka bilan bo'ldi. Murat aka bilan o'ynadik, u kishini yutdim. To'rtinchi partiya yana Ibrohim bilan bo'ldi. Endi Ibrohim bilan bo'lgan 4-partiyadagi o'yinda debyutdan keyin Mittelspielga o'tganimizda 100% yutuq oldim. +7, +8 ko'rsatyapti. Bitta figurasini olganman. Slon menga berishga majbur bo'ldi. O'zi bilmadim, kanchisini bersa bo'lardi, slonni berdim. Lekin Mittelspielni o'rtasiga kelganda yana bitta xato qildim. Ferzga hujum qilaman deb ochib otni yurganimda u ferzini jertva qildi. Olsam ot bilan shax ferzimni vilka qo'yib ketdi. Oxirgi momentga qolganda bitta ladya unda, bitta ladya menda. Oq slon unda, qora slon menda. Bitta pechka unda ko'p, Nietzsche'ning hidisi chiqib turibdi. Nietzsche ehtimoli bor. Durang bo'lish ehtimoli bor. Lekin yana meni baxtim kulib, Ibrohimjonni soati tushib ketdi. Yana yutuq bo'ldi menga. Oxirgi o'yin Xushnudbek bilan bo'ldi. Xushnudbek bilan keyin jiddiy qarab, o'zimni u yoq bu yoqni yig'ishtirib olib o'ynadim. Bu partiyada ham omad menga kulib boqdi. Xulosa, Media ligasida birinchi o'rinni berishdi. 6 ta o'yinda 5 ta ochko. Bitta yutqizib 5 ta ochko. Bunaqa bo'ldi, endi partiyani qo'yishsa kerak Uschesdan. Xudo xohlasa, sizlarga ham ilinaman. Qaro shu maktabimga yetib keldim. Maktabim mening jonim. She'r o'qib beraymi birorta? Nima deysizlar? She'r o'qib beraymi? Konditsioner ovozi, ha, qizib ketganda konditsioner yoqdim-da. Xo'p. She'r. Ko'nglim naqadar dardli va naqadar baxtiyor. Goho begona yolg'iz, goho oshig'i bedor. O'zingni top desalar